Ta'rifingiz beqiyosiz, baxtim yo'li to'shalgan kun. Ota-onam yonimda siz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz. Go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz. Go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Boshim qo'yay poyingizga, jonim qo'shay joningizga. Duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Bizga ko'klarga ko'tarmagaylik, poyi jannatimiz onajonlarimiz, qiblagohimiz, otajonlarimiz sha'ni uchun ozdir albatta. Otadek inson topilmaydi bu hayotda. O'zlarini hayotlaridagi qiyinchilik xatolari farzandlarining hayotida takrorlanmasligi uchun harakat qiladigan yagona inson ota bo'ladi. Farzandiga tayanch bo'ladigan, ko'ngliga suyanch bo'ladigan inson. Farzandlarining kelajagi uchun o'z orzularidan kechgan inson ham ota bo'ladi albatta. Biz farzandlar doimo yodimizda tutishimiz kerakki, mana shu biz yashab turgan to'kin sochin hayot qissasini otajonlarimizni boshlaridagi oq sochlari, qo'llaridagi qadoqlari hikoya qiladi albatta. Inson farzand dunyoga keltirar ekan, ezgu niyatda halol mehnat ila farzand ulg'aytirar ekan, umri mehnatlari evaziga farzandlardan ozgina e'tibor va muhabbat kutadi xolos. Bugun mana shu farzandlaringiz qalblaridagi mehr muhabbatlarni qaysidir ma'noda izhor qila olgan bo'lsalar, albatta o'zlarining niyatlariga yetishdi. Bugunlardan baxtliroq, ulardan xursandroq inson yo'q. Tug'ilgan kunlaringiz, shukrona kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Marhamat, yaqinlarini taklif qilamiz. Nafaqat ushbu xursandchilik oqshomga sherik bo'lish bilan bir qatorda o'zlarini tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llash niyat qilib kelgan yaqinlarini Tolib akamizni taklif qilamiz. Marhamat, davramiz markaziga jigarlarini, akajonlarini taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Marhamat, hoji bobolar, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli jigarlarim, jiyanlarim, kuyovim, Allohim Sinjonga uzoq umr bersin ilohim. Bu umrni Fotimaxon bilan birga yashab, nabiralarni, farzandlarni, nabiralarni, abiralarni, chabiralarni ham ilohim huzurini ko'rsinlar. Bu oilada doim yaxshi kunlar, doim to'ylar bo'lsin. Ana og'zi birlik doimo shunday birga bo'lsin. Hammalaringizni tabriklayman. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Ezgu niyatlar, ezgu tilaklar albatta o'zingizga hamroh bo'lsin. Marhamat, bu dunyoda tillo yuzlarning, sovg'a salomlarining qadri, qiymati, bahosi bor. Inson uchun aytilgan bir og'iz shirin so'z, mehr, muhabbatning bahosi yo'q. Ushbu oqshomda yaqinlarida mana shunday imkoniyat bor. Marhamat, Nodir akamizni taklif qilamiz badiiy sahnamiz markaziga. Yaqinlari uchun tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Savoy. Ana shu bachchalar bobosidan qutula olmasin 100 yoshgacha ham.
O'tdi bilan qo'sha qarring. Kelinlarni, o'g'illarni baxtiga sog' salomat bo'ling. Xonadoningizda kasalchilik bo'lmasin. Hamma mana shunday xursandchilik kunda singlim bilan qo'sha qarib, sani ham kasal bo'lmayin deb. Yaxshi Rossiyachilar ham sog' salomat ishlab kelsin. Baraka topsin, ana otasini, onasini ana shunday kunda yo'qlayapti. Hammani farzandi shunday bo'lsin. Hamma farzandlarini o'rda bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Marhamat. Siroj akamizni taklif qilamiz. Bojalari ekanlar, marhamat. Assalomu alaykum. Bojajon, sizni bu tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Ana shu 100 yoshlarga kiring, ana shu Fatma singlim bilan birga uzoq umrlarni ko'ring, ana farzandlarni, o'g'il qizlarni, nabira chevralarni huzurini ko'ring. Ana shu hamisha ana shu uyda shunaqa yaxshi kunlar tomoshalar bo'lsin. Hech qachon yomon kunlarni ko'rmanglar. Ana shu doimo shu xursandchilikdan kelib xursandchiliklarga hammani nasib qilsin. Fotiha boshqa kasal bo'lmang. Doimo sog' salomat ko'ring. Tabriklaymiz. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Xonadoningizda doimo mana shunday xursandchilik kunlar bo'lsin. Xursandchilik kunlarida sizlarni ochrash nasib etsin. Marhamat. Dilnoz opamizni taklif qilamiz. Tabrik so'zlari, tilaklari bo'lsa tinglaymiz. Marhamat. Ushbu davrada begona insonlar yo'q. Yolg'iz kelaversangiz ham bo'laveradi albatta. Marhamat. Keling. Assalom, hammalar xush kelibsizlar. Mana butun sinakam tug'ilgan kunlar ekan. Sinakam 100 yoshlarga kirsinlar. Dunyo turgancha tursinlar. Bachalarim, naviralarim doim kamolini ko'rib yursinlar. Yangam bilan hoji bibi, hoji bobo bo'lib yursinlar. Nima niyat qilgan bo'lsalar, niyatlari yetsinlar. Mana shu 3 ta bachalar Rossiyaga ketgan, sog' salomat ishlab kelsin, topgan to'ylarga ketsin iloyim. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Shundan keyin to'g'risi men farzandlaringiz bilan suhbatlashganimda Jonibek akam, Jamshid akam, Farruh akam tinglaganda to'g'risi men ham ko'nglimda o'zgacha bir his hayajonot edi. Farzandlaringiz aytdilarki, biz nimagaki erishgan bo'lsak, otajonimiz bilan onajonimizni tinimsiz mehnatlari-yu cheksiz duolari sababli dedilar. Bugun musofir yurtlarda ona, yurt, ota, oila sog'inchilar halol mehnat qilib yuribmiz. Xonadonimiz bag'riga, oilamiz bag'riga to'lib toshib yorug' yuz bilan qaytishimiz uchun bizni faqat otajonimizni duolari asraydi dedilar. Bugun mana shunday xursandchilik kunda sizni xursand qilishga urinishlaridan maqsadlari ham aslida ikkita edi. Asosiy maqsadlar mana shu yaqinlaringizni davrasida chiroyli duoingizni olish. Mana shunday xursandchilik kunda yaqinlaringiz davrasida bag'ringizdagi farzandlaringizni qolaversa, musofir yurtdagi farzandlaringizni chiroyli duo qilib bersangiz marhamat. Alomlar xush kelibsizlar. Mana shuncha e'zozlab, mana hurmat qilib, masalarni shu ishlarni qilibdi. Katta rahmat bularga. Mana jiyanlarim, ukam, akamlar hammasi Rossiyada. Ular shu Allohim qancha noz rizqini bergan bo'lsa, Allohim sog' salomatlikka yetkazsinlar. Sog' salomatlikni o'ylab kelsin bular. Topgani doim to'yda yaxshi kunlarga ketsin. Doim biz shu duo qilamiz, sog' salomat yursa bo'ladi. Mayli, hammalaringiz avvalambor xush kelibsizlar xonadonimizga. Sizlarga ham katta rahmat. Shuncha kutirib qo'ydik, uzr. Ana farzandlarimiz hurmat qilib tashkil qilgan ekanlar, dadasi aytganlaridek, bularga Xudo uzoq umr bersin. Oilalari bilan, farzandlari bilan qo'sha qarib, topgan faqat yaxshi kunlar, to'ylarga buyursin. Doim hammani uyida shunaqa yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlarda doim biz ham hamroh bo'lib yuraylik. Hech kim kasal bo'lmasin, o'tirgan o'rni yo'q bo'lmasin. Xush kelibsizlar, katta rahmat.
Rahmat, tashakkur bildiramiz. Bugun farzandlaringiz boshlarida duogo'y onajonlari, duogo'y otajonlari bo'lib turing. Ularning ishongan bog'i, suyangan tog'i boshlarida osmon bo'ling albatta. Farzandlaringiz uchun eng katta baxt, eng katta boylik aslida mana shu xonadonni fayzu barakaga, nurga to'ldirib, har bir xursandchilik kunlarida yonlarida sherik, boshlarida bosh bo'lib turishingizda aslida. Bugun farzandlaringiz musofir yurtlarda ota-ona, oila sog'inchiyle halol mehnat qilib yuribdilar. Xudo xohlasa kelasi yil xursandchilik kunlaringizga to'lib toshib yorug' yuz bilan nimaiki ezgu niyatda, nimaiki ro'zg'or tashvishida ketgan bo'lsalar, Alloh taolo barchasiga yetkazgan holatda sog' va salomat xonadoningizga, bag'ringizga qaytarsin ilohim. Bugun xursand qilishga urinishlarining tubida ham asosida aslida yoshlikda farzandlarga berilgan mehr muhabbat, farzandlarga berilgan to'g'ri tarbiya va albatta farzandlarga bag'ishlangan umr yotadi. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling ilohim. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Dadajon tabriklayman. 100 yoshlarga kiring. Onajonim bilan biz ham baxtizda doim sog' salomat bo'lib yuring. Assalomu alaykum aziz davra muzahlar. Bugungi bizning fayzli xonadonimizga barchalaringiz xush kelibsizlar. Doimo xonadonimizda yaxshi kunlar bo'lsin. Padar buzug'orimiz, boshimiz toji, dadajonimiz bugungi tavallud ayyomlari ekan. Bizlar baxtimizga doimo sog' salomat bo'lsinlar. Oyijonim bilan onajonimiz bizlarning doimo yaxshi kunlarimizda bo'lib, bizlarning duogo'ylarimiz bo'lib yursinlar. Suyukli nabiralarni baxt to'ylarida, yaxshi kunlarda doimo bizlarga hamroh bo'lib, yonimizda qanotlarimiz bo'lib yursinlar. Hech qachon kasal bo'lmasinlar. Doimo baxtimizga sog' salomat bo'linglar. Musofir yurtda yurgan uchala o'g'illaringiz tomonlaridan ham sizlarning bugungi tavallud ayyomlaringiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Sizlarni juda yaxshi ko'ramiz. Doimo bizning baxtimizga sog' va salomat bo'linglar. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Shoirning shunday so'zlari borda, dadadek bosilar ilk bora qadam, dadasi bor olam eng go'zal olam. Bu dunyoda baxtlidan baxtli dadasin bir bora quchoqlaganlar albatta. Inson 90 yoshga kiradimi, 100 yoshga kiradimi farqi yo'q. Ota bor, ona bor hayotda yashash boshqacha albatta. Farzandlaringiz baxtlariga doimo sog' va salomat bo'ling ilohim. Har bir o'zbek xonadonida ezgu ishni, ezgu amalni boshlashdan oldin albatta yoshi ulug'larning duosi bilan boshlanib, yoshi ulug'larning duosi bilan yakunlanadi. Mana shunday fayzli kechamizning so'ngida ham xonadonning mehmon hamda mezbonlaridan, yoshi ulug'lardan chiroyli duo qilib berishlarini so'raymiz, marhamat. Mana bizim ajoyib esdan chiqmaydigan farzandlarni, nabiralarni boshida o'tirib shunday yaxshi ajoyib kechani o'tkazdik. Allohim uzoq umr bersin. Shu umrni sog' salomat yashanglar. Doim mana shunday yaxshi kunlarda farzandlarni, nabiralarni huzurida davom etsin ishlaringiz. Ilohi amin. Olim sog' salomatligini bersin. Kelgusi yil hammani sog' salomat yetkazsin. Rossiyaga ketganlar ham hammasi sog' salomat to'lib toshib kelsin. Allohu akbar.